Görüyotganlar To'xtaman To'xti. Şinjan Şahla Halkara Savdo Çekti Şirketi taçdarlığıdaki To'xtama To'xti filmini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Mezlik birawatqini naning atirki desam, asli Shahla Chash doktor ekanda. Bu filmni tövendeki o'rinlama alayli qo'lidi. Qutyar Xalqaro Savdo Çekti Şirketi Qutyar yurish ichimliklari. Ma film haftada bir qism chiqdi. Chiqaverdigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab Xalqaro Savdo Çekti Şirketi Ro'yab yurishlik sog'lomlik mahsulotlari. Sog'lomligimiz eng muhim. Ro'yab hamroh har doim. Parvish Shahla Chash doktorida. Ko'rkam chashlarni texmi asraydi. Mehrli qalblarni bir-biriga bog'lovchi Shahla Chash doktori Chash attir javhari. Hey kız bil ko'nglimni bersan, ham rost tur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hatim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. Evet, vallahi bayramı kara. Kapalı ne? Şurada koşmak için gerek. Son toktuma. Çıkarın kalancanı! O toktuman diyor, toktuysan toktan. To'xtama To'xti filmi har shanba kuni yayınlandı. Salon adresimiz To'xtama To'xti. To'xtama To'xti filmini eng suzuk altını ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu ikkilik kortni skanerlab Subat Abdidalning eng yangi nusxasini tushiring. Yaqinda yaxshilaringiz qanaroq? Yaxshi, o'zingiz hocam. Yaxshi. Rahmat. Sizni yaxshi ko'rdi deb buyurib yevadim. Meni bek tushunsiz jo. Kamalning ishida sizdan kechirim so'rayman. Ishqisi yo'q. Ishqisi yo'q. Haraz. Shanghayda shirkatning yangi turi ochildi. Ha, yaxshi bo'pti-ku. Lekin o'zim bosh bo'lib tumsam bo'lmaydi. Uzoqroq turib qolishim mumkin. 5 yil yoki 10 yil. Ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Men bilan birga ketamsiz. Nega? Shanghayga. Qarang Lola. Mening xizmatim mushu yerda. Xizmatingizni men o'rlashtirman. Ota-onam, do'stlarim menmisiz? Ularni tang olib ketamiz. Men qarayman. Ularım menba. Lola, men o'g'il bola. Ota-onamning oldidan xabar olish mening majburiyatim. Men Ba'zi bir ishlarni ikkilimizning ko'ngliga ayon. U ishlarni qalbimizning cho'nqir qetig'i saqlab qo'ysak bo'larmikin deb o'yladim. Ben burun ikki odam bir-birini yaxshi ko'rsalar, hamma ishlar yo'lda bo'ldi deb o'ylaydim. Lekin hozir bizning o'ylaydigan ishlarimiz bakchakka. Mana shuncha qilganingizga rahmat. Lekin siz bunday qilsangiz menga bek besim bo'lib qoldi ekan. hech qisi yo'q. Qararingizni hurmat qilaman.
bek yaxshi jumo. Kelgusida siz bilan birga o'tadigan qaysi baxtli qizdir? To'xti bu qarorning to'g'ri ekanligini his qildi. Lekin zodi nima uchun to'g'ri ekanligini bilolmadi. Balkim muhabbatda aslida to'g'ri xato deb ayrilmaydiganda. Faqat o'ziga loyiqli qaror mavjud bo'lishi mumkin. Shuning bilan Lola Shanxay ketdi. Shunda yaxshi paranglashdik, yaxshi qo'shdi. Asad yo'q qo'ygan. Asad atganda singlim bilan ko'rishaman dedim-ku, ha. Shu hech ketdimki. Naq kelib keldi. Shuning bilan u qizlar Shanxay ketdi. Saqab qoldim. Shunday oldi. Ahmaq. Boy qiz olib olgan ekan, birga ketimizga kasam olmamdi. Sen undan deganing bilan men xizmatimni tashlab, ota-onamni tashlab, bu do'stlarimni tashlab ketamda. Qara, Ashak bag'andagi xizmat ishlari asal hal bo'lib ketdi. Shuhrat. U ikkimizning munosabati aniq bo'lmasa, men qarg'alachilar qizlar Shanxayga borsam, To'xtamosh. Men iqtisodning ishi hal bo'lib ketsa, u turmush, munosabat, muhabbat degan narsa asta-asta o'z paydo bo'lgan narsa. Men sana desam, agar meni Tayjonning qiz yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, men deydim. Dadanga de. Men mavo balla programmasiga bek zayak ketdim. Meni dunyoning tagiga yetkisin. Men agar olsam, kunda CCTV'ni 6 vaqtda chiqib desam, cho'lpan riyosatchi bo'lib ketdim men. Shuhrat. Men bunda o'ylab baqsam qara. Ikkimizmi bir yo'lning odami emaskanmiz-ku? Ya men deb qo'ygan gap qo'yar amaliyot undami? Chaqchaq deb qo'ydim men. Chaqchaqligini yo'qdi. To'xtagan deganim to'g'ri. Agar birisini rostila chempionini yaxshi ko'rib qolgan bo'lsang, onini oylab ketsang, uning azobi bekarak cho'nqir bo'ldi. Senin bo'ldi? Ishni bo'ldi? Sodiq, mijozing yo'qmi bugun? Yo'q, sop-sop tumonda men. Bu burun bunday emas-da. Burun qanday? Agar burun mushta degan bo'lsam, to'xtinan degan to'g'ri. Agar sen bilasini haqiqiy yaxshi ko'rib qolib, ananga arib qilgan bo'lsang-ku, sen bek azoblik bitsa, bugun nima qilsang-ku? Deydi. Unda bo'lsa, ras bugun kayfiyatning yaxshi emas, kerak olmayman ekan. Ko'ngli yerimgan bo'ldi. Yo'q, unda emas. Dem. Aloqa, demas. Bizning bilimning boshlig'i 6-qismini ko'rdik-a. Nima bo'ldi? Shundan menga bir char qo'linib hozir jasad saqlaydigan uyga akiradi. Jasad saqlash uyida seni nafaslandirish ketmaydi. Ya, bırak şey emas bu. Bo'ldi. Ben manga turay, bize işim battı. Ne görsen? Shaxsiy ish. Yengem bilan yo'q yuborgan. Asman manda. Bo'pti. Chaqchaqchimi? Qopib O chaqchaqchimi? Ishtimimi? O'xshash. Bilma. Ashan mash qilsam bo'ladi. Qilaman. Ben manga turay. Maqla? Bo'ldi. O'zimizdan parang keldi. Haras, men bir gapni deyishni unutib qopdim-a. Meni idoradan bir 2 haftadek bu komandirovkaga tushirdigan o'xshaydi. O'shanda men ketganda uyga Asad salamni shu rasmsiz ishlar ham. Shuni sen bir ko'z quloq bo'lib qo'yasan. Xotirjamlar o'yinning ishlarida asirman. Qag'ashlarga men bor.
Sen özün asırab işlab olib qolsa, telefonlasak bo'ldi. Yurus. Astagfirullah. Mening azra ishim bor, bizdan Tayjonninki balasi. Katta yoshimda bir o'yin. Aldirayda men menga yura ya. CCTV chiqsa CCTV. Tomyang tay, tanib qo'yasiz. Bag'la. Ma'qul. Yaxshimi? Bugun programma yo'q oqshomda? Hozir programma chiqadi. Ansam seni bugun boshqa mas qarab tur dedi-ku. Asta bo'lib qoldi. Musha fursat faqat bizniki majmua baktalyan vasina. Bo'ldi qilam, sen bo'lsam zangli qilmag'in odamni. Voy, rozonlik qilmadim da, shiras datma. O'ylab boqimsa, Tejonga qanday odam bizga ko'rishimiz deb ham ko'rshamaymiz adash. Sen kechda bolasini yaxshi o'yintib, kechda uyga olib qo'ygan vaqtida Tejonga yaxshi paranglashib, endi sen o'zingning bir alayliklarni deb tushuntirib, endi o'zing yaxshi bir namoyon qilib olsan adash. Keyin o'siga vaqtda o'zingga foydasi olmasmi adash. Lekin sen bu ishni yaxshi o'ylashib baq adash. Bo'ldi. Ma'qul. Kichik bola da'vatgan. Pek kichik bo'lib ketdimi qana? Nima qaraysiz? Qarabdim. Ben sana desem qara. Men bağım, bugün seni bakçının işini shunday yaxshi o'yintima qara. Hamma o'yinchilarni o'yintima qara. O'ynab qolgan sen qo'shilsan-ku? Xo'sh bo'lgandan keyin kechda uyga berib, dadangga bugun u meni o'ynatgan akash shunday yaxshiki, men bak xush bo'ldim. Akash bek qobiliyat ekan, dajmi? Tushunaman? Kichik bola degan kichik bola de. Siz dadam qo'shilmak qilmoqchiman. Men sana paxt kam bitib beray, paxt kam bitib beray. Astıma. Voy, aga qiyradingdek ostima olmam deydi ekansan. Yer qol. Bo'pti. Qancha shikirdim. Yana bog'chida o'ynayman deb. Aga, men otang sen deb uydan chiqayotgan bo'lsam, bir qitim bir o'ynab baqsang nim bo'pti, nim bo'pti. O'ynab qilib chiqdim-ku mana. Muhim rasm va tashlab qilib chiqdim senda. Sen cho'yin mehmonxonada o'tiramisan? Ha, lekin bir necha kundan keyin boshqa ko'chib ketmoqchi. Ko'ch. Hey, sen Baldur uyga qaytgan bo'ldi. Aga, ma'qul, nim demoqchi o'g'lim tushundim. Jira oyat o'ynaymiz, ayol. Qani o'ynaysan, o'ynaydim. Ay, aga. Ayol senin kasay og'ris do'sting shumi emasmi? Kasay. Ayol qapqir do'stingchi. Yenkallohmi? Ha, shuga. Masallamlashib kelamiz, jira. Kasay og'risi? Asad nasılsın? Voy, nima u Asadning songlisi degan meni ismimcha Tumaris. Ma'qul, Tumaris. İşkanlar bir yerden çıkartsa. Nima qildim? Ma jinim singlim at degan boshlab bog'cha qilib o'ynasa deb ishimni og'irdi. Bekat o'ynab qo'ysan-chi? Başlıkman bas. Bolam. Ota. Endi uvoq bola bo'lsizmi? Boshliqning bolasi qarayotsa. Ha? Qargan idorang bo'yicha meni bekor sankansanda. Ma gippan qamlashimda qara. Bu mening bekorligim emas, bu degan başlıkdan bana ishongini bo'la. Shikrat. Ha? Qara. Birini o'ynasangmi o'yin tetgansan. Ikkini o'ynasangmi o'yin tetsadigina. Ben sana dey qara. Bu senin masanglan. Bek mijoz bek kichik boldek keligini. Men birisiga ara qarayman, ikkisiga men qarab olaman. Singlimni oldaq kuni yordamlab qo'ygan odam kimdi? Ya, u degan tasodifli qara. Men uni odam qutqizish uchun Bana azmay qara. Bu sen gunohingni yuzdan vaqt keldi. Mening pek muhim bir rasmim bor desdigan. Singlim degan bo'lsa, hargiz berga chiqmaydim. Naqsa uchrab qoldim. İkisini qo'shib o'yin to'y qarab ber. Ha? Asa bo'lsin-a? Bo'ldi, eshitdim. Kim yomonlik qilgan bo'lgan. Ma'qul. Eras. Abi, atiga sen yo'q. To'xta. Komandir chiqmaydi dedim. Komandir qo'qa? Ha? Qancha chiqir ekan?
kepte dedi. İş kepte. İki kısım yok kendi aramızda. Ha işte mi? Tumarız? Oka. Kim qara? Akanın uchun bek mühim bir ish chiqib qoldi. Sinib degan ma kasaya o'g'irsa birga o'ynab tursin. Men ash kasaya o'g'ris bilan birga o'ynamdim. Oka adam qiynamg'ina. Ya qara, bu kasaya o'g'irchi unda qarmoqimda ko'ringan bilan xili yaxshi odam bu. Hoca oka o'zim o'ynayman deb aytgan. Uni bek o'chben kasaya o'g'risiga. Hey! Ya bu desanmi, dağılım meni qartib qo'yib turibdamsizlar? Ya men demagan bilan men degan bir dağlıq riyosatchiman. Bu odam bor yo'q demak. Davr degansizlar. Ola uni o'ynamaydim oka. Qara. Sen nima o'ynagan? Abi, o'tadigan narsa o'ynayman. Ani dedim animi. Ko'ramidim qaysini? Oka ash degandim. Men o'ynamg'il bek uzun bo'lib ketdi-yu, qo'rqinchliqmidi. Qara oka bek chiqadimlar o'ynab aytibdi. Aka sen qo'rqmaysan-ku, undan ha? Oğlum, yüreknin, minginin kuvveti nerede? Mana mau yerda. Kanada Jameson yürüşlük mahsulotları yürek menge sağlamlığı üçündür. Jameson yürek meni yaşartış mahsulotı qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yurak harakatini yaxshilashga unumi ko'rinarli. Akamdan qiziq xuyo ekan desam, nima odamlar meni o'ynatib tashlab berdi-ku. Hey! Nima deganingiz o nadik odam degan? Men degan dağlıq riyosatchiman, men sizga deb qo'y, men bilan chiqiningizga xo'sh bo'lsinizda. Dağlıq riyosatchi bilan siz kim bo'lsangiz, mening nimchatqim, siz degancha mening nazarimda kasaya o'g'risi. Chimga tegib. Akingizdan yuzini qilmagan bo'lsa, men sizga deb qo'y. Qanday qiladingiz? Nima aytdingiz? Dapiqa. Tanga, qanday qiladingiz? Atamdan yuzi qilmagan bo'lsangiz? Apa, dada so'qishmanglar. Balam sen o'tirib tur, men apa gap qilyapman. Voy, jim turing, bolam olma gapni deyish olayman, ha? Tanga, ya erlik majburiyatingizni o'tmaysiz, bir dodi turib qarab bermayman. Mishda o'tmaysiz, ya bir piyon yedim, ya olmaysiz. Voy, sizcha bir atgan bir tamoqingizni qaysi birisi o'xshab baqdi. Menicha otadan boshlab baqqan. Mencha işte ozliq baqqan narsa tomoq etamayman qanda. Esitma sizni og'irim quvog'i tushayapman. U yerda desam xotinni vaqo qara. Xotin? Voy, kim sizni xotiningizga? Voy, kim sizni apto xotinliqa? Kim sizga tegidika? Bo'ldi, biz ishimiz talashmayli. Yaqinlar. Bola qani? Qani? Qani ketgandu? Astagfirullah. Voy, nimda tez yuguraysan, uka? Men mana o'ynayman. Kasaya o'g'risi. O'ynaydik-a. Qimmat degaysizlar oldi. Qara ukam. Bu narsa cho'pak xatarlik. Buni o'ynamayli, ha? Pul yo'qmi? Pulim ba qara. Ma xatarlik. Biz o'ynaylik. Qanday? Yo'qmi? Yam. Men degan dağlıq riyosatchi tursam bu qanday pul olmaydi? Shu bugun pul samabdim men. Endi kartadan 300 frank bo'lmadi. Kartdan unutqatma uyda. Endi shu 500 frank bo'lmadi. Ya bu kichik bola hozir nimda hamma biladi. Mushun o'ynalsa? Ma'qul. Hemen 5 TL, ha? Men bilet tekile. Ma'qul. Jiran, kom. There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades. Don't let them see me down. You have taken over my days, so tonight I'm going out. Yet I'm feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I'm only spoiled of the party anyway. Cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-di-dee, la-da-da-do, there's only me, there's only you. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-di-dee, la-da-da-do, when you were gone I think of you. All this place is packed with people
people, but your face is all I see. And the music's way too loud, but your voice won't let me be. So many pretty girls around, they're just dressing to impress. But the thought of you alone has got me running. I don't know what to say next. Feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I only spoiled the party anyway. Cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-da-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-doo, there's only me, there's only you. La-da-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-doo, when you were gone, I think of you. La-da-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-doo, there's only me, there's only you. La-da-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, la-da-da-you. La-da-dee, la-da-da-doo, when you were gone, I think of you. I'll pretend the night is so beautiful. Take a photo with the bros, la-da-dee, la-da-da-doo. They won't see through my disguise, right here behind my eyes, replaying in my mind, la-da-da, yeah. Feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I only spoiled the party anyway. Cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-da-dee, la-da-da-doo, la-da-da-me, Bir ayakta oturma. Canım. Hoş buldunuz mu? Buldum. Yani oynandık oynandık. Oynayalım. Ko'nglikniki emasniki? Ko'nglikka. Voy sizga qilmaysiz-ku, xush bo'lmadingizmi? Ha. O'yning bo'psiz. Voy, kichik bola qarash baktasga. Chiqib shunday ko'nglik o'yindiqlar, mana. Endi o'ynamdik. Oynayalım. Ey, ana o'ynaymijon, ey, atraf qismetpaysiz. Üstünüp qalay birdam dam olib, apaqqa birdam dam olaylik. Birdamdik o'ynaylik ha. Ha, mayli yamiz. Maqnamen. Siz shu kichikka birdan qarab turaman, berkilay ya. Ha, ma'qul. Ben berkilay ya, fikr mazirlab kelma. Kim ota ya? Ha, ma'qul. Yapanglar ya. Ha. Da. Kichik Hasan yog'irsiz, sizga o'xshamdik-a? Sizga sovuq qilay. Endi xush bo'lgansiz. Sha kichikchu? Sha kichik ba. Voy, bayam isha batdi. Voy, men sizga qarab qo'yin deb ketgandim-ku. Ana ketgandim. Mammat batirib bir bak. Ana o'tirib boray-a. Ben mammat taraf ketdim. Aldınız mı? Siz kitap almadınız mı? Ben şunu taptım. Stop. Ben ketgandim. Uni kim olib qochganda endi qanday qilamiz? Hammani qilasiz.
tikilib chiqdi. Endi qanday qilamiz? Soqchiga ma'lum qilamdik ya. Hech telishib ketmaymi? Qanday qilamiz? Shak-shikdan ketganda. Yığlama, çöp çonturma yığlamsan. Şak küçük ketdi. Əmsi mən şak küçük bulam. Ama ne var diyorsun? Bin quraqdı. Ne qildi? Bin quraqdı. There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades. Don't let them see me down. You have taken over my days. So tonight I'm going out. Oh, I'm feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I own this boy. The party anyway. All the girls are looking fine. You're the only one on my mind. Mana. Şu tuturuptu, fakat özgertmepsi. Mağalarını mana özgertip, keşkişçi manga. Oldu. Vay. Aslında sizce kavarıp gitti. Yaş kısık. Yaxşı oyundun mu? Yaxşı oyundu. Rahmet Fukam. Yaş kısık. Bunu balla bayramında mı buraya açkan mıydın? Biz idarının çoğunçlarıyla aldıraş olgan diken doğru düşünümüz diyeceğim. İşlerin bas izde Fukam ha? Tecanlıga qanday odam bizga ko'rishimizda ham ko'rishmaymiz adash. Keyin o'sha qahlar o'zingga foyda olmasmi adash. Sizga deydigan bir gapim bor. Vaqtingiz aldirash bo'lsa-mu, vaqt ichidan vaqt chiqarib, balangizga ko'proq hamroh bo'lib qo'ysangiz, balangiz haqiqatan bak umoq bola ekan. Bugun bir kun kichik bolalar bilan birga yurib, boshqacha bir xil tuyg'u bo'lib qoldim. Amaliyotda kichik bolalar unchalar qo'rqinchli emas ekan. Kichik bolalarniki men o'ylab baxmagan umoq taraflari bor ekan. Buni men o'zim his qilmabdi ekanman. Bugun men kichik bolalarga bir xil Hey! Bak qaysanın ben sen ama? Ha? Yana bana karsana mı? Ben bugün çok küçük balaga resmi ösüp gittim ben. Ha? Hey! Ben demiş ki ben yapsam benim avazım ucuna tez çıkıyor. Ha? Ben bu akya kır yaptımsam buldum hemen. Ha? Ben bana küçük balaga bak ösüp gittim ben. Yana ösün. İnek gibi koyduğun bana. Çıktınız mı? Ne? Tapşırıp verdiniz mi? Ha. Buptu. Balonuzla oynattım da bir nasıl tamak koygansız Akcan. Unda qilmadim men. Ay yolg'on gap qilma. Cho'qim qildingiz. Nima Voy, rost unda qilmadim. Rost qilmadingiz. Ha? Rost? Voy, rost unda qilmadim. Rost qilmadingiz. Bo'pti. Mush qilganingiz uchun men sizni mehmon qilay. Lekin pulni siz to'laysiz. Ila, kassaga o'girsizning. Chiroq. Bugun qil ko'ngillik o'yindiq ha? Ha, rost. Bugun bir parcha rasm tushmabdi-ku. Rasm tushamiq? Tushaylik. Hocam, mening yuzim bek yo'g'on chiqib qolgan siz tatanga. Men bak qor chiqib qolaman men. Hech nima bo'lmaydi. Qozonning boschimi shu chiqdi. Men undidar da'vat beraman. Ha, ma'qul. Ko'ra boqay ha, qandaroq chiqdim. Nima qarayapsiz? Bu yazganazan faqat qamlashmabdi. Faqat qiziq yeri chiqmabdi adash. Voy bo'ldi endi qancha qiziq yer chiqsa bo'ldi. Ya adash, mashqni ko'rishga cho'qim bir qiziq yer chiqmas bo'lmaydi. Voy qara, biz degan hikoya film, yumor film emas. Ya adash, hikoya film degan gapni ben chiqib ketdim hozir. Hikoya film degani bilamiz emas. Miyada cho'qim qiziq chiqmas bo'lmaydi hozir. Haqni talabi shu hozir. Haqqanda talab qilsin. Yumor film tartganlar nurg'un odamlar bor. Shu kim ko'rsin. Biz hikoya film bo'lgankin hikoya yumor uchun xizmat qilmaydi. Ya unda desang bo'lmaydi qara. Hozir ko'pchilikning miyaga quyayotgan talabi shu. Har nega qilsang shunda otadi adash. Bo'ldi meni Biz cho'qim miyada komediyalar qilamiz. Yinik komediya biz degan bo'ldimi shu? O ada yinik ig'rini emas desam hozir yinik desammi?
Ben özellikle çıldırma. Ya adam Ben sınavı çıld- bilgini alışım gerek. Ya adaş, rejissor oxiratki narsa Ya. chiqirdi. Ha? Ya, Adam men rejissorning gap bo'lsin adash, mana qilsa. Hadi qat talashmayli. Biz Har qitim ishda qilsin kelsin. Hey, bunday qildi. Kimga mukofot chiqsa uning gapiga hisob. Acha. Ha. Men degandek bo'lsin. Siley. Ha. Ne qilay? Achchiq yemaydi. Bular. Ya chiqdi. Yana chiqdi. Hey. Sizlar bu Quhtiyarniki mukofot chiqishini kutdi, yurishga muhimmasdan. Bunaqa qilcha, bundoq o'yin salonida. To'xtini degan to'g'ri, ey. Men to'xtini degan to'g'ri, ey. Ya to'xtini degan to'g'ri, ey. Men to'xtini degan to'g'ri, ey. Agar birsi rost yaxshi ko'p qilgan bo'lsa, Uni oylik kelsa, uni azob bakara choqirildi. Lekin acha haqiqiy birisini yaxshi ko'rib qolgan vaqtida, ananki arilib ketgan vaqtida sen buning haqiqiy mohiyatini tushundim. Nima qilsan bu? Nima qilsan bu? Nima qilsan bu? Birisini yaxshi ko'rib qolgan bo'lsam, ananki arilib ketsam, u çok birisini rost yaxshi ko'rib qolib, ananki arilib ketib qolsam bu, ananki pichafa. Sen bu yerda VR o'yinding ku. Uni haq pichog'ini pikaq o'ynatdi endi. O'yindingmi? Pikaq o'ynatdi. O'yindingmi? Bikaq o'yindingmi? Nima so'zlaysan sen? Taxtni qo'yishni unutqanmanglar. Filmimizning oldin qismlarining yuqori aniq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Subat FM aptitali aynak ekrani to'lim tori karvan torini ko'rsangiz bo'ldi. Ham tuvandagi torbat va salonlarga rahmat aytamiz. Uyg'ur televiziya saloni, musiqa saloni, Eronboq saloni, Bog'chivan saloni, Xalqim 3 saloni, Turza saloni, Manshama saloni. Bundan boshqa yana Yumurjon saloni, Saxovatchibiz saloni, Qushlan saloni, Romantik saloni, Kulki to'ri saloni, Shirzat saloni va Nur to'riqmi rahmat aytamiz. Hamda izchil turda bizning filmimizni tarqatib kelayotgan biz xabarsiz qolgan har qaysi torbat salonlarga rahmatimizni bildiramiz. Filmimizni har qaysi torbat va salonlarniki o'z oldiga tortishiga ruxsat qilamiz.